Assalomu alaykum. Hurmatli mahalladaşlar. Mana bu shu yoqda ish boshlaymiz xudo xolisa. Tash ham yaxshi chiqibdi xudo xolisa. Bir kunlik, bir yoki ikki kunlik beton ishlarimiz qoldi. Keyin binoni ichki qismlarida ishlar o'tiladi. Holat. Katta daraxtlarni pastini 2 metrgacha shoxlarni olib chiqish kerak. 9-may Orliq xotira oldi. Kimni qabrini oldida shu bo'lsa egalari kelib shuni qilsa yaxshi bo'lardi.